Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga tomni Shiprda yopgan yaxshimi yoki bo'lmasa Turkiyada yopgan yaxshimi? Qaysi biri ko'proq xizmat qiladi, plyusi, minusi, narxlari haqida, usta haqlari haqida qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha ma'lumotlar bermoqchimiz. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, Turkiya bilan Shiprda farqi nimada? Turkiya bilan Shiprda farqi birinchi o'rinda usta haqiga ta'sir qiladi. Misol uchun Turkiyani 1 kvadratiga olishadi, Shiprni donasiga olishadi. Bir Shiprimiz bir donasi 1 kvadratdan ko'p bo'ladi. Buni 1 kvadratiga oladi, lekin ustalar taxminan hamma joyda har xil tomizni figurasiga qarab, baland pastligiga qarab, qancha kvadratligiga qarab kelishiladi. Taxminan 50 ming so'mdan kvadratiga olishadi. Demak, Turkiyaning 1 kvadratini 50 ming so'm qilsa, Shiprni donasini 50 ming so'mdan qiladi. Pulida farq qiladi. Xo'p, keyin Turkiyani misol uchun Turkiyani mana yoyilgan holatida oladi, mana qovurg'asiga ham kirib ketadi. Misol uchun aytaylik 1 kvadrat joyga aytaylik 1.2 1.3 ketib qolishi mumkin. Misol uchun mana qovurg'alarning hisobiga qovurg'a bosganda Turkiya yig'iladi, shuni hisobiga ozgina kvadrati kamayib qoladi. Ashakka ham e'tibor berib qo'yamiz. Endi keyin Turkiyada yopilgan tomlarda albatta kukushka deb qo'yadi, yo bo'lmasa ochiq joylar qo'yib ketish kerak. Ituya deb qo'yadi. Hamma joyda har xil nomlashadi. O'shanga joylar ochib ketish kerak. Nima uchun? Sababi Turkiya issiq bo'ladi. Tashqarida 40 gradus bo'ladigan bo'lsa, Turkiyani tagi bir 50 gradus bo'ladi. Lombozimizni qizdiradi. Lombozimizni qizdirganda kechki payt shabada aylanganda ochiq joylardan shavoq aylanib yana sovutib qo'yish kerak. Bo'lmasa kundan kunga qizdirib oxirgi yuziga berib yuboradi. Keyin uyingiz yozda issiq, qishda sovuq bo'ladi. Shunisiga ham e'tibor berish kerak. Keyin Turkiyani yana bir minus tomoni terlaydigan bo'lib qolishi mumkin. Misol tuman bo'ladi bizda, tuman bo'ladi, boshqa bo'ladi. Hamma ham qonuniy qilib yopib qo'yadi. Misol uchun o'zini soladigan materiallari bor. Izospan deb qo'yadi. O'shanaqalar yoyib solishga qilish kerak. Qonun qoidasi bilan qilish kerak edi. Shunda terlash bo'lmashi mumkin. Shunda farqi misol terlaydigan bo'lib qoladi. Misol tuman bo'lganda ispariyani bo'ldi, sovuq bo'lib tur, yana tomchi terlab tuniga chiriydigan bo'lib qoladi. Keyin tunik issiq temir bo'lgani uchun, tez o'tkazgani uchun rekalari ham uzoqqa yaramaydi. Endi bu degani umuman misol uchun 10 yilda chirib ketadi degani emas. Siz bilan bizni umrimiz yashashiga yetishi mumkin, lekin men sizlarga hozir 1966-yilda qilingan Tunuka tomni ostidagi reka bilan shu taxminan shu yillarda qilingan, даже undan ham eskiroq qilingan Shiprlar ostida rekalarni sizlarga hozir video davomli ko'rsatib o'taman. Shu chirishga. Xo'p, mana do'stlar, hozir 1966-yilda qilingan Tunuka tomni reka ozgina joyini ochdik sizlarga ko'rsatish uchun. U paytda Tunukalar ham bir ajoyib bo'lgan ekan, mana qarang, mana dona-dona mixlanib, rosa mixlangan ekan. Xo'p, mana jicha mana yana xizmat qiladi hali yana, lekin mana shunaqa ancha ichi po'killab, ichi ketib qolgan. Misol Turkiyada yoqsangiz, reka shunaqa holatga kelib qoladi. Starapllaringiz mana. Staraplaringiz ham misol qanday mana issiq ta'sirida ozgina noboblashga, lekin sinib ketadigan darajada emas. Xo'p, do'stlar, mana endi bu tomimiz hozir ko'rsatgan tomimizdan ham eskiroq. Undan avvalgi Shiprlar shunaqa kichkina bo'lgan ekan, taxminan 85 sm ga 1 metr atrofida, bir atrofida bo'lgan ekan. Kichkina. Endi buni Shifr ostidagi rekasini holatini ko'ramiz, Turkiya bilan solishtiramiz. Do'stlar, Shifr ostiga ham tushib oldik. Strapllari Turkiyaga qaraganda sal jonliroq turibdi. Misol dengillar turibdi, unaqa issiq ostida unaqa yemirilib ketgan. Rekalari ham shunaqa. Misol rekalari ham mana sal yog'ochligini his qilasizlar ozgina.
Unaqa chirishlar unaqa shifer unaqa tunikaga qaraganda sal kamroq. Keyin xudo ko'rsatmasa, misol o't tushadigan bo'lsa, uyingizda shifer issiqda ot beradi. Shifer issiqda ot beradi, alanga tevachi ketadi. Tunikada yana qaytarib o'ziga urib beradi. Endi yana bitta plus minus tomonga keladigan bo'lsak, shiferda bir donasi, ya'ni 1,5 kvadrat atrofidagisi taxminan 26-27 kilo chiqsa, tunikaniki yengil bo'ladi. Demak, tomingizga nagruzka kam tushadi. Yana bitta minus tomonlardan, plus tomonlardan bittasi shu. Xo'p, do'stlar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berishga harakat qildik. Endi yana bitta ma'lumot qo'shimcha, tunikani agar tunikadan qilmoqchi bo'lsanglar, rangsizini, zanglamaydiganini tavsiya qilamiz. Endi biz quyosh zo'risi beradi O'zbekistonda. Ranglilarni har qanday zo'rini sal qiynab qo'yishi mumkin. Shuning uchun zanglamaydigan rangsiz tunikadan qiladigan bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Xo'p, do'stlar, qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumotlar berdik. Nimalar haqida yana ma'lumot berishimizni xohlaysiz, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Kanalimizda juda ham ko'p foydali videolar bor. O'ta obuna bo'lishingiz mumkin. Like bosishni esdan chiqmasin. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Barchalarga rahmat.